2026 yil uchun avtomobil bozori yanada qiziqarli bo'lib bormoqda va Chevrolet Corvette hamda Chery Tiggo 9A modellari turli xaridorlar uchun mutlaqo boshqa tajriba taqdim etadi. Bu video Chevrolet kanali uchun tayyorlangan. Bo'lib sport avtomobil va zamonaviy oilaviy krossoverning asosiy imkoniyatlarini sodda va tushunarli tarzda yoritadi. Corvette o'zining afsonaviy dizayni, past profil, aerodinamik kuzov va kuchli dvigatel bilan tezlikni sevuvchilarni o'ziga tortadi. 2026 yilgi versiyada yengil materiallardan foydalanish, yaxshilangan sovutish tizimi va yanada aniqlashtirilgan boshqaruv mavjud. Tiggo 9A esa keng salon, ilg'or xavfsizlik texnologiyalari va qulay yurish sifati bilan kundalik hayot uchun ideal yechim bo'lib ko'rinadi. Ushbu model oilaviy sayohatlar, shahar va uzoq masofali safarlar uchun mo'ljallangan va amaliy jihatdan ko'pchilik ehtiyojlarini qondira oladi. Corvette ichki qismi haydovchiga yo'naltirilgan bo'lib, raqamli asboblar paneli, sport o'rindiqlar va yuqori sifatli materiallar bilan ajralib turadi. Dvigatel tovushi, tezlanish hissi va yo'l bilan kuchli aloqa ushbu avtomobilni haqiqiy sport mashinaga aylantiradi. Boshqaruv aniq, rul javobi esa keskin burilishlarda ishonch bag'ishlaydi. Tiggo 9A salonida esa keng joy, yumshoq o'rindiqlar, katta sensorli ekran va zamonaviy multimedia tizimi mavjud. Oila a'zolari uchun qulay muhit yaratilgan bo'lib, orqa qatordagi joy ham yetarli darajada keng. Xavfsizlikka e'tibor kuchli bo'lib, adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormozlash va ko'plab yordamchi tizimlar haydovchini qo'llab-quvvatlaydi va kundalik haydashni yengillashtiradi. Texnik jihatdan Corvette yuqori ot kuchiga ega, dvigatel va sportga moslashtirilgan osma tizimi bilan yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlaydi. Tezlanish silliq va uzluksiz bo'lib, uzatma tizimi sport rejimida haydovchining xohishiga tez moslashadi. Bu model trassa va ochiq yo'llarda maksimal zavq beradi. Tiggo 9A esa yoqilg'i tejamkorligi va silliq yurishi bilan ajralib turadi. Uning osma tizimi noteki